Salom hammaga, sizlar bilan Dilmurod Gaming kanali. Bugun biz sizlar bilan oson zava olish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda biz nastroykaga kirib olamiz va server degan joyini Koreya va Yaponiya serveriga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Koreya va Yevropa serveriga o'tkazib olamiz. Shundan so'ng faqat e'tiborli bo'linglar, Livik kartasida birinchi shaxs squad rejimida ko'taramiz. Birinchi shaxs squad rejimida rang ko'taramiz. Ko'rishingiz mumkin, o'zim zava olib bo'lganman. Asmaster 7 da zava olganman sezonning o'rtasida. Sizlar ham osonroq zava olishinglar mumkin shu yo'l bilan. Ko'pchilik aytadi, Koreya Yaponiya serverida match boshlanmaydi, o'yinga tushish qiyin, rang ko'tara olmaysan deyishi mumkin. Lekin buni ham yo'li bor. Ko'rishingiz mumkin, mana klassik rejim birinchi shaxsda zava olganman. Bo'lishiga qaramasdan oltida turibman. Sizlar ham Koreya Yaponiya serverida birinchi shaxs squad rejimida o'ynab oson zava olishingiz mumkin. Ko'pchilik aytadi, Koreya Yaponiya serverida o'yin boshlanmaydi, o'zingni qiynab nima qilasan, tinchgina Yevropada o'ynaver deydi. Lekin buni ham yo'li bor. Agar mana shu video 500 ta like yig'adigan bo'lsa, Koreya Yaponiya serveri birinchi shaxs squad rejimida oson o'yin boshlashni o'rgataman.